Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu laboratoriya mashg'ulotida suyuqliklarning issiqlikdan kengayishi hamda suyuqlikli termometr yasashni ko'rib chiqamiz. Tajribalarni boshlashdan avval ba'zi bir nazariy ma'lumotlarni eslatib o'tamiz. Qattiq va gazsimon jismlar kabi suyuqliklar ham qizdirilganda hajmi ortadi. Buning sababi suyuqliklar qizdirilganda suyuqlik molekulalari tezligi kattalashadi. Bu esa suyuqlik molekulalari orasidagi masofaning ortishiga olib keladi. Bu esa suyuqlikning hajmining ortishiga olib keladi. Mana bu yerda ham ko'rish mumkin. Suyuqliklar qizdirilgan sari suyuqlik molekulalari orasidagi masofa ortyapti. Ushbu jarayon qanday kechishini dastlab virtual laboratoriyada ko'rib chiqamiz. Idish ichida 13 gradus Selsiy haroratdagi suv molekulalari tasvirlangan ko'rish mumkin. Suv molekulalari harakatlanyapti. Endi suvni asta-sekin temperaturasini ko'tarib, molekulalar tezligini kuzatamiz. Ko'rish mumkin. Suvning temperaturasi ko'tarilgan sari molekulalar tezligi kattalashyapti. Bu esa molekulalar orasidagi masofaning ortishiga, ya'ni suyuqlikning hajmining ortishiga olib kelyapti. Suyuqliklarning hajmining suyuqlik temperaturasiga bog'lanish qonuniyati ushbu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda venol suyuqliklarning 0 gradus Selsiy haroratdagi hajmi va esa suyuqliklarning T gradus Selsiy haroratdagi hajmi. Ushbu tenglamada ham ko'rish mumkin. Suyuqliklarning temperaturasi ortgan sari suyuqliklarning hajmi ortadi. Alfa esa termik koeffitsient, bu turli xil suyuqliklar uchun turlicha qiymatga ega bo'ladi. Endi suyuqliklarning issiqlikdan kengayishi hamda alfa termik koeffitsiyentning turli xil suyuqliklar uchun turlicha ekanligini tajribada tekshirib ko'ramiz. Bu uchun bizga idish, shisha kolba ichidagi ranglangan suv hamda unga o'rnatilgan naycha, bu naycha suvning hajmi ortishini ko'rishimiz uchun kerak. Xuddi shunday spirt va suyuqliklarning temperaturasi oshirish uchun issiq suv kerak bo'ladi. Dastlab suyuqliklarning dastlabki sathlarini belgilab olamiz. Endi suyuqliklarning temperaturasini ko'tarish uchun idishga issiq suv quyamiz. Ko'rish mumkin, suyuqliklarning temperaturasi ko'tarilgan sari suyuqliklarning hajmi ortyapti. Suyuqliklarning temperaturasini oshirish uchun yana idishga issiq suv quyamiz. Ko'rish mumkin, bir necha daqiqadan so'ng spirtning hajmi sezilarli oshdi, suvniki ham sezilarli oshdi. Aziz kuzatuvchilar, o'ylab ko'ring, qaysi suyuqlik uchun termik koeffitsient kattaroq? Javobingizni izohlarda yozishingiz mumkin. Aziz kuzatuvchilar, suyuqliklarning issiqlikdan kengayishini ko'rib o'tdik. Ushbu suyuqliklarning issiqlikdan kengayishdan temperaturani o'lchashda, ya'ni termometr yasashda foydalanish mumkin. Temperaturani o'lchash uchun bizga shkala kerak bo'ladi. Biz hozir ko'rib o'tadigan shkala Selsiy shkalasi deb nomlanadi. Unda eriyotgan muzning harorati 0 gradus Selsiy, qaynayotgan suvning harorati esa 100 gradus Selsiy deb olinadi. Dastlab shisha kolba ichiga suv solinadi va eriyotgan muzli suv ichiga tushiriladi. Shisha kolba ichidagi suv ma'lum bir muddat o'tgach, shisha kolba ichidagi suv bilan eriyotgan muzli suv harorati tenglashadi va suyuqlikning sathi tushishdan to'xtaydi. Bu yerga 0 gradus Selsiy deb belgi qo'yiladi. Shundan so'ng xuddi shu kolba ichidagi suv qaynayotgan suvga tushiriladi va yana ma'lum bir muddat kutiladi. Suyuqlikning sathi ko'tarilishdan to'xtagach, o'sha sathga 100 gradus Selsiy deb belgi qo'yiladi. Va 0 gradus Selsiydan 100 gradus Selsiygacha bo'lgan uzunlik 100 ta teng bo'lakka bo'linadi va har bir oraliq 1 gradus Selsiyga teng deb qabul qilinadi.
Buni tajribada ko'rish uchun bizga eriyotgan muzli suv, qaynagan suv, shisha kolba ichida ranglangan suv va unga o'rnatilgan naycha bu suyuqlikning hajmi ko'tarilishini ko'rish uchun kerak. Dastlab shisha kolba ichidagi ranglangan suv eriyotgan muzli suvning haroratiga teng bo'lishi uchun shisha kolbani eriyotgan muzli suvning ichiga tushiramiz va ma'lum bir muddat kutamiz. Ko'rish mumkin. Shisha kolba ichidagi suvning harorati pasaygan sari suvning sathi tushib boryapti. Bir necha daqiqa o'tgach, shisha kolba ichidagi suvning harorati bilan muzli suvning harorati tenglashdi. Endi mana shu suyuqlik sathini belgilab qo'yamiz va shisha kolba ichidagi suvning haroratini qaynayotgan suvning haroratiga tenglashtirish uchun shisha kolbani boshqa idishga olamiz va ustidan qaynagan suvni qo'yamiz. Ko'rish mumkin, suvning temperaturasi ko'tarilgan sari suyuqlikning hajmi ortyapti. Shisha kolba ichidagi suvning haroratini qaynagan suvning haroratiga tenglashtirish uchun yana idish ichiga qaynagan suv solamiz. Bir necha daqiqa o'tgach, shisha kolba ichidagi suvning harorati bilan qaynagan suvning harorati tenglashdi va suvning sathi ko'tarishdan to'xtadi. Ushbu sathga ham belgi qo'yamiz va dastlabki belgi va keyingi belgi orasi 100 ta teng bo'lakka bo'linadi. Dastlabki belgimizga 0 gradus Selsiy deb, keyingi belgimizga 100 gradus Selsiy deb qo'yamiz va ushbu oraliqni 100 ta teng bo'lakka bo'lamiz. Har bir oraliq 1 gradus Selsiyga teng deb olinadi. Aziz kuzatuvchilar, suyuqlikli termometrlar mana shunday ko'rinishda tayyorlanadi. Bir o'ylab ko'ring, nima uchun kundalik hayotda foydalaniladigan termometrlarda suv emas, simov ishlatiladi. Javoblaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin.